Bizda maktablar ko'p, ammo biznikilar o'qishni istashmayapti. To'g'ri, hammasi ham emas. Lekin bilmadim nega. Qaniydi bizda ham maktablar ko'p bo'lsa. Bizda maktab ochmoqchi bo'lganlarni barini otishyapti. Hech tushuna olmayapman. Men o'qishni istayman. Otamdan kelgan xatlarni o'z qo'lim bilan o'qishni istayman. Tushunyapsanmi? O'z qo'lim bilan. Singlimga, opamga o'zim o'qib berishni istayman. Lekin maktab ochmoqchi bo'lganlarni bari otilyapti. Ha, demak, bizda qancha sharoit yaxshi bo'lgan sari shuncha noshukrlik qilayotgan ekan bizda. Gap nimadaligini tushundim. Ha. Ahvolingizga ochig'i to'g'ri tushunmadim. Shuncha yengillik deyapsan, shuncha erkinlik deyapsan. Lekin ha mayli. Shukr qilishingiz uchun bizdagi ahvolni tushuntiraman. Ertalabdan kechgacha mana shu jin urgurdarada kunimiz o'tadi. Paxta terish bilan. Ayollarimiz ertalabdan kechgacha dalada ketmon chopadi. Uzr. Biroz qizishib ketdim. Ha mayli, men boray. Qidirib qolishmasin. Qaniydi buni ularga tushuntira olsam.